Assalamu alaykum kitap qumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Abdumitning Muz tutqan daryo nomli romanining 5-ci qismini anlatışqa başlaymiz. Əmdi yosh xonim bilan bola Ayxon maktabiga tutashgan xalta ko'cha eg'izi bor ko'chaga yetib kelgan edi. Ushbu ko'cha bo'lsa, shimoldan janubga so'zilgan uzundan uzun bir ko'cha bo'lib, Şimal tarafı bolsa Qazanchi mahallasidan o'tib, To'nurchi mahallasi orqali shahar bozoriga ulansa, janub tarafı 3 do'konni besib o'tib, 4 do'kon orqali Namatman mahallasiga tutishib, ondan so'zilib daryo bo'yiga yetib boradi. Yosh xonim o'g'li bilan shimol tarafga qayrilib minishdan burun, Uduldagi xalta ko'chaga go'yo Alixon to'rining hovlisi joylashgan xalta ko'chaga nazar tashlagan bir hissiyot bilan nigohini ag'dirdi. Ve aqldan qaysi bir shoir yozgan munu misralar geçti. Qaysi taranchi, qaysi qoshiqaliq qora do'ngda sig'dilib yotgan. Ayxonmi yo'q, Nozimi Sodirmi yo'q, qozonchiga o't mashal yoqqan. Shu topdagi yosh xonimning hissiyotlari avvalgi To'ran mahallasidagi hissiyotlaridan farqlanmaydi. Shu vajidan u Ayxon ananing yaxshi ish izlarini aqliga darhol keltirdi. Ve aynı zamandaki Ayxon ana yaşagan davrning tarixiy arqa ko'rinishlari ko'ngil ekranida bir-birlab namoyon bo'lishga boshladi. 1933-yili 12 aprel siyosiy o'zgarishda Shang Shisay taxtga chiqqandan keyin o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida siyosiy nayrang'ozlik qilib tashqi jihatdan Sovet ittifoqi bilan do'st bo'lib, har jihatdan hamkorlashib, o'zini haqiqiy marksizmga e'tiqod qiladigan kommunist qilib ko'rsatib, Sovet Qizil Armiyasining kuchiga tayinib, Sharq Turkistonning har qaysi joylarida qo'zg'algan milliy inqiloblarni bostirib, o'zining hokim mutlaqlik tuzumini mustahkamlagan edi. Ondan keyin o'ltirgan taxtning tavrab ketmasligi uchun ikki jihatda yurgizayotgan siyosatlarni bir qadar yaxshilab, Sharq Turkistonda bir mezgil xalqchilik siyosatini yurgizishga boshlagan edi. Ya'ni atalmış jahongirlikka qarshi turish, Sovet ittifoqi bilan do'st bo'lish, millatlar huquqda barobar bo'lish, tinchlikni saqlash, Xinjiangni isloh qilish, poraxo'rlikqa qarshi turishdan iborat 6 buyuk siyosatni yo'l qo'ygan edi. Mana mush mezgil bo'lsa, Uyg'ur xalqi uchun milliy ma'rifni va madaniyatni yuksaltirish fursati yetib kelgan chog' bo'lg'achqa, G'ulji xalqining ma'rifatparvar o'g'loni Husaynbek Yunusning tashabbusi ve G'uljidagi ilg'or boylarning, ziyolilarning va san'atchilarning yaqinning qo'llashi natijasida Madaniy ma'rif aqartish uyushmasi qurilgan edi. Ayni chog'da mazkur uyushmaning raisligiga Husaynbek, muavin raisligiga Tayyip Hojim, hay'at a'zoligiga Rahimjon Sabiraji, Qosimjon Qambari, Osman Nasirov va Ziyo Samidiy qatorliqlar saylangan edi. Uyushma qilmoqchi bo'lgan xizmatlarni ro'yobga chiqarish uchun iqtisod to'plash va o'zlarining xizmat planlarini keng xalq ommasiga tashviq qilish maqsadida bir san'at o'miki qurib chiqqan edi. Mazkur san'at o'miki xalq ichida tashviqotni keng qanot yoydirish uchun konsert kechaliklarini uyushtirgan edi. Ayni chog'da o'ynaladigan konsertlarni nihoyat sifatli sahnaga olib chiqish uchun G'ulji xalqi ichida nam obro'yi bor Ro'zi Tamburaka nihoyat zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan edi. Shu chog'da qo'yiladigan bir konsertning oxirgi nomerida qiz o'g'il bo'lib 12 nafar o'smir sahnaga chiqib, balalar nomerini o'rinlab mundaq mo'ngluq naqsh aytgan edi. Ata yo'q, ana yo'q, yetimmiz g'ayrib, yurarmiz parishon kunda talmirib. Yegerge, kiyerge yo'q acu yalan, o'tarimiz jafoda, o'lib tirilib. O'qur o'ynashar bay o'g'il qizlari, kiyimlar butun qip-qizil yuzlari. Lekin biz yetimlar samandek sarg'ayib, yuratdik och g'erib ham nodon qilib. Bu hollarga rozimi vicdanınız, eçing maktablar qalur nomingiz. Agar yetmasangiz avlodlar holiga jahonni tutudu keyin faryodingiz. Yetimlerning ahsorlari putilgan mo'ngluq naqshini anglagan tomoshabinlar bo'lsa, uyushmaning maktab etish xizmatlariga bas-bas bilan pul i'ona qilishgan edi. Darvaqa ma'rifning dushmani bo'lgan jaholat, jangohdagi dushmandan necha hassi yomon va ziyonliq. Bular xalqning mingisini yig'ashni asta-asta yeb chirtib etadigan qurutlardek qurtib etadi. G'ulji xalqi ana shu lo'mildab jim turmaydigan qurutlarning dardini o'lgichi tortgan edi.
Bu aziz yurtda yaşayotgan neçə yüz ming balalar mushu kungachilik vujudidagi qimmatli go'harlardan foydalanishga imkoniyat topolmay, madaniyat, ma'rifdan mahrum qilib, neçə yüz yillar mobaynida hayvonlar qatorida qulluqda, asoratda yashab kelgan. Mana bu echinishli tragediyalardan taltüks qutulish maqsadida qurilgan madaniy ma'rif aqartish uyushmasi tarafidan o'ynalgan konsertlarni ko'rib, yürek puchulgan ma'rifat so'yar saxovatchilarning avangardlik rol o'ynashining turkisi bilan nodonlik va jaholatlikning dardini yetkuchi totgan g'ulji xalqi uyg'onib, nurg'un ma'rifatchi fidokorlar maydonga yang turib tushgan edi. Natijada g'ulji xalqi o'zlarining kuchiga tayinib, ko'plagan ilg'or ma'rif usulida dars o'tadigan fanniy maktablarni qurib chiqqan edi. Bularning ichidagi eng namunachilaridan biri bo'lsa, hozirgi 21 boshlang'ich maktabining, ya'ni Ayxon maktabining qurg'uvchisi yorqin ma'rifatchi Ayxon ona edi. Ayxon ona yo'ldoshining vafotidan keyin miros ta'alluqotlarini sarf qilib, hozir romanimizning bosh qahramoni bo'lgan yosh xonim o'g'li bilan yetib kelgan Qozonchi mahallasida maxsus yetim bolalar uchun o'zi o'tiradigan uyni qo'shib, jami 16 eg'izliq bir maktab soldirgan edi. Ushbu maktab shu zamonda G'ulji xayriyat maktabi deb atalgan. Lekin keng jamoat bu maktabni Ayxon maktabi deb atashga odatlangan edi. Keyin Ayxon maktabi bora-bora gullanib, o'quvchilar soni 300 ga yetgan edi. Ayni chog'da o'quvchilarning barliq ta'minotini Ayxon ona o'z ustiga olgan edi. Ayxon maktabining o'quvchilarining hammasi ustiga oq ko'ylak, cho'risiga oq kashti tutilgan ko'k shimdan iborat bir xil kiyim kiyib yuradi. O'quvchilar ko'chaga chiqqanda kishilar bu maktab formasiga qarabla, ana Ayxon onaning bolalari kelyotidi deb so'yinib so'zlab ketishadi. Yetimlarning onasi deb nom olgan ma'rifatparvar Ayxon onaning ijtimoiy ta'siri G'ulji shahrida nihoyat kuchli bo'lgan edi. Shu chog'larda chiqadigan Eli daryosi gazetida Ayxon va Ayxon maktabi to'g'risida nurg'un she'r va maqolalar e'lon qilingan. Ayni chog'da shoir Emirxon Xo'janing bir she'rida mundaq misralar yozilgan. Ko'nglida nafsoniyatni o'zidan judo qilgan xonim, maktabi xayriyat uchun qon fido qilgan xonim. Ma'rifatparvar Ayxonani ta'sis qilgan xayriyat maktabi hozir 80 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, bu jarayonda ushbu maktab necha minglagan o'g'il-qiz o'smirlarni yetishtirib qatorga qo'shdi. Shanshisay o'z tabiatini oshkorlab, o'zini Go'mindon hukumatining qo'yniga etib, Sharq Turkiston xalqi ustidan eg'ir irqiy qirg'inchilik olib borgan davrlarda Ayxon ona yuz minglagan ma'rifatparvar ziyolilar, o'limolar, boylar va san'atchilar, yozuvchi shoirlar qatorida qo'lga ilinib, turmaga tashlangan va turmada eg'ir zulmga uchragan va shu qorong'u zindondagi azob uqubatlarga ojiz tini bardoshlik berolmay, eg'ir kasalga giribdor bo'lgan. Buning bilan 1942-yili 60 yoshida olamdan o'tgan edi. Ammo uning millat uchun qilgan shu fidokorliklari, vatan va millatning ma'rif ishlari uchun qo'shgan tuhfasi ta bugungacha xotirlanib kelmoqda. Uning o'lmas ruhi avlodlar qalbida mangu yashamoqda. Uning Uyg'ur milliy ma'rif uchun qo'shgan tuhfalarini Uyg'ur xalqi unutib qolmadi. Uyg'ur xalqi o'z qahramonlari uchun ko'z yoshlar to'kishi va ular uchun kitoblar yozib, obida tiklashi kerak. Ana shu to'kkan ko'z yosh va yozilgan kitoblar oshu qahramonlar ruhining haqqidir. Ular uchun ko'z yosh to'kish va kitob yozish esil fazilatdir. Darvaqa yozuvchi Tursun Arshidindek fidokor yozuvchilarimiz o'z qalami bilan ma'rifatparvar ona Ayxon nomli kitoblarni yozib, Ayxon ana ruhini Uyg'ur millatining ma'naviy turiga qilib tiklashga o'zining bir kishilik kassasini qo'shdi. Ayxon onaning ruhidan ulgu olgan, mushu mahallada cho'ng bo'lgan Nurtay Hajim yetimlar maktabini soldirib, 150 dan oshiq yetim o'g'il-qizlarning o'qish masalasini hal qilib qolmay, balki yana ularning kiyim-kechak, yemak-ichmak, yetib qo'pish masalalarini biraqla hal qilib,
Her yili o'quvchilarning turmush va o'qish xarajati uchun 1 million 150 ming yuan xarajat ajratib kelayotgan edi. U go'yo bundan 80 yil oldidagi Ayxon onaga o'xshash yetimlarning g'amini yeydigan, ularga boshpanoh bo'ladigan fidokor otaga aylangan edi.